Assalomu alaykum hammaga. Bugungi ko'radigan testimiz 2024-yil dekabr oyida tushgan haqiqiy test hisoblanadi. 3-variantni ishlab ko'ramiz. Bu bizning offline mock examimizda ham bor edi. Test botga joylangan. Botdan dekabr 3-varianti bizda siz chiqadi. Tekshirishingiz mumkin javoblarni. Xo'p, savollar bo'lsa har doimgi gruppaga yozaverasiz. Bizda bo'lsa ishlashni boshladik. Birinchi model, birinchi savolimizda what value of x degan. O'shaning uchun mana bu narsani y o'rniga qo'yamiz. Ya'ni -216 barobar -18 -9x. Bundan oddiy x hisoblab qo'ysangiz javobim chiqadi 22. Oddiy tenglama. Bu yoqda nima deydi? Unaqa chuqur to'xtaladigan narsani o'zi yo'q edi. Javoblarda xatoliklar bo'lishi mumkin. Sababi bu testda javoblari chiqmagan. O'zimiz javoblar tuzib chiqqanmiz. Xatoliklar bo'lishi mumkin. Farqi yo'q. Dars jarayonida ham qaysidir savol sizga yoqmayotgan bo'lsa, yoki-da qaysidir javobimiz sizning javobingiz bilan boshqacha chiqqan bo'lsa, bemalol yozishingiz mumkin. Xatosi bo'lsa, to'g'rilab qo'yamiz. Uni muammosi yo'q. Oldin aytibman, model answerda o'zi yo'q. Xo'p. Tak, birinchi savol ketdi. Navbatdagi savolga o'tamiz. Ikkinchi savolimiz is expression equivalent to depth. Oddiy qovus ochish kerak. Bu yoqda unaqa to'xtaladigan narsani o'zi yo'q. A javob chiqadi. Keyingisi. Uchinchi savol. Qanaqadir function berilgan. Prediction nimadir bo'lgan. 11 qo'ysak 300 chiqar ekan. Mana shu narsa best interpretation, ya'ni eng mos keladigan definition izoh nima deyapti. Xo'p, x o'rniga 11 qo'ysak, x o'zi nima edi? X number of photons mi? Number of photons ekan. Mana 11 ta qo'ysam degan javob bor. Number of photons x millimeters below the surface area. X millimeters ekan. This function gives a production intensity. Number of photons in the bin. F bu number of photons ekan. X bu millimeters below the surface certain materials ekan. X bu millimetrda degan narsa, o'shaning uchun bu javob xato. Millimetr bu yoqda yo'q. Millimetr 300 millimetr deyapti, bu ham xato. 11 millimetrli degan javob bu yoqda bor. Mana bu 300 ta foton chiqadi. Ya'ni 11 millimetr degan kalit so'zdan siz topib olsangiz bo'lar edi. Navbatdagisi. To'rtinchi savol. Consist of 59 ta participantdan tashkil topgan ekan, nimadir? 53 tasi average more than 120 dan ko'proq deyapti. Xo'p, savolni o'qiymiz. Selected randomly tanlasa, what is the probability of selecting average more than 120? More than 120. Endi общий total number 59 ta edi. O'shanda 53 tadan 120 dan ko'pi nechta? 53 ta bo'ladi bizga keraklisi. Bo'ldi. Har doim mahrajda total number of possible outcomes suratda bo'lsa, tepada total number of successful outcomes edi. Xo'p, keyingisi. 5-savol. Nimadir qanaqadir tablitsasi berilgan. According to the table, what is the wind chill temperature? Wind chill temperature degani mana bu narsa. Xo'p, Faradayda so'rayapti. Air temperature is 26. 26 bo'lsa mana bu gruppaga tushadi.
Shamolning tezligi 15 mayl. Ha, bu yerda 15 mayllik bor ekan, bu yerda 45 mayllik bor ekan. Bizga 15 mayllik kerak. O'shaning uchun javobim 10 to'g'ri bo'ladi. Agar 45 mayl tezlikdagisi bo'lganda edi, 7 bo'lardi javob. Yettinchi savol, 6-chi savol degan. Soccer team nimadir? At least 1320. At least degani eng kamida 1320 degani $12 from selling each coupon deal. Mana qarang. O'shandan bilsangiz bo'ladi, a javob xatoligini mana kichkina turibdi-ku. B javob to'g'ri bo'lishi mumkin. C ham xato, kichkina turibdi. Mana bu to'g'ri. Ya'ni B bilan D to'g'ri hozircha. Endi $12 dan deyapti har bittasi. Demak 12 yana bo'lishi kerak deb yo'qdi. Nega bu yoqda $2 bilmayman. Shuning uchun bu javob ham xato. To'g'ri javobim bizda D bo'ladi. Xo'p, 7-chi savol. Qanaqadir funksiya berilgan. Number of cats bu, mana bu C, number of dogs D ekan. Endi aytyapti, 12 ta dog bo'lsa, ya'ni D 12 ga teng bo'lsa, how many cats? Sani qiymatini so'rayapti. D ni o'rniga 12 qo'yib hisoblang, C chiqadi 0. Bo'ldi, oson savol. Sakkizinchisi. Given equation, integer number, the equation has no real solution. Hechimga ega emas. Ya'ni diskriminant 0 dan kichkina kvadrat tenglamada. What is the at least possible value of p deb. Yani qo'l sochamiz, bu yerda boshqa yo'l yo'q. -9x kvadrat plus 21 42 42x minus 49 minus p minus 17 barabar 0. Minus 9x kvadrat plus 42 21 42x hamda minus p minus 66 diskriminant qo'ramiz. 42 ni kvadrati minus 3 ta minusdan minus chiqadi. 36 ko'paytiramiz p plus 66. Mana shu narsa 0 dan kichkina bo'lishi kerak ekanda. Tengsizlik to'g'ri bo'lishi uchun. Xo'p, buni hisoblaysiz. Tak, p plus 66 naborot bo'ladi 49 dan. Tak, 49 plus 49 ekan. Uzr. P katta bo'lishi kerak. Minus 17 danmi? Minus 17 dan katta son. At least degani uchun eng kichkinasi. Minus 16 bo'lishi mumkin. To'qqizinchi savol. To'qqizinchi savolni sal kattaroq olishimiz kerak. Xo'p, 9-chi savolda scale factor o'xshashlik koeffitsiyenti 5 ga teng deyapti. D is 19 ga teng. X burchakni so'rayapti. X burchak bu ham 60 bo'ladi. O'xshashlikda burchak o'zgarmaydi. Tomonlar qancha o'zgarsa ham. Shu narsaga e'tibor bering. O'ninchi savol.
circumference degani perimetri, ya'ni 2πr degani. 6π ga teng. Radiusimiz kelib chiqadi 3 ga teng. Balandligi 19 ga teng. What is the volume? Formula sheetda bor edi. Volume teng πr kvadrat. Ko'paytiramiz h edi. Hisoblasangiz javob chiqishi kerak. Birinchi savol. Birinchi savolim geometriyaga oid ekan. Areasi, ya'ni yuzasi berilgan. What is the height of? Qarang, uchburchak yuzasini topish formulasi asos ko'paytirilgan balandlik bo'lamiz 2. Bizda yuzasi berilgan, asosimiz berilgan, balandligimiz yo'q. Mana shundan x topsangiz, hni topsangiz to'g'rirog'i 44 chiqishi kerak. Bu oson, qiyin variant tuzmaganmiz. Bu aytganimdek, yana bir takrorlayman. Haqiqiy dekabr oyida tushgan imtihon savoli bu. Varianti. O'shaning uchun oson misol ham bo'lishi mumkin, qiyin misol ham. Xo'p. Tangens x qiymati s, mana yaxshi ko'rinmayapti. Tangens x teng s taqsim 39 ga degan. S ni qiymatini toping. Tangens x nima edi o'zi? Tangens x qarshisidagi katetni gipotenuzaga nisbat edi. Qarshisidagi katet gipotenuza emas o'zi, qarshisidagi katetni yopishgan katetki. Bundan qisqartirib olsam, s teng 40 liga kelib chiqadi. Navbatdagi savol. Graph of polynomial function x-interceptlari mana bunaqa ekan. Which of the following must be true? Qarang. Mana. Mana bu narsada o'rgatganman-ku, qovuşidagi narsa x, bu y deb berganman. Ya'ni -5 u 6 deganda qo'pol qo'yayotganda D javob. -5 u 6 degan. Mana -5 u 0 yoki 6 u 0 degan javob qaysida bu? O'shani topasiz. Qovuşidagi narsa x ni bildirar edi. Keyingisi 14-savol. Pozitiv, e'tibor bering. Musbat solutioni. X teng 16, x teng 10, -7, -17. Bizaga xohlasangiz 10 ni yozing. Yoki deb yozaman, mana o'zbekchasiga 16 ni yozing. Ikkalasidan bittasini yozing. Ikkalasi ham to'g'ri. Haqiqiy ekzamenda ham ikkalasidan birortasini yozsangiz bo'ladi. Tak, 15-savol. 435 the voting member. B is voting member a favor of certain bill. Nimadir. O'sha certain bill ni qanchasi, necha foizi bo'ladi dedi. Общий bizda 435 ta ekan. O'shandan bittasi bunga beradi. Endi percentage degani uchun 100 ga ko'paytirasiz. 100% ga, to'g'rirog'i 100% ga. Shunda javobim A bo'ladi. 16-savol. Qanaqadir yana aylana tenglamasi berilgan. Point 12c debdi. Ya'ni x o'rniga 12, y o'rniga c qo'y. 12 minus 6 ning kvadrati c minus 2 ning kvadrati barobar 36. Buni c ni ishlasangiz javob kelib chiqadi. Tushuntiradigan ham, o'rgatadigan ham hech qanaqa narsa ham yo'q. Bu misolda formula ham yo'q taji.
Qaysi savol tushunmayotgan bo'lsangiz yozib ketishingiz mumkin. Bo'lmasa darsda oxirida qaytishga harakat qilamiz. If the solution given equation what's the value of x minus 4? Mana shunaqa holatda men avval ham ko'rsatganman, a deb belgilab olaman. Ya'ni 6a barobar a plus 6. Bundan oson kelib chiqadi. A ni nechiga tengligi. Chunki bu narsam a edi-yu. X topish shart emas-da bu yerda. Bir 15 sekund bo'lsa ham vaqtdan yutishingiz mumkin. O'n sakkizinchi savol. Qarang, buni Desmosga qo'yib yuborsangizdan ham ko'ra Desmosga qo'ysangiz bo'ladi. Mana shu narsa Bluebookda tushgan narsa, mana shu savol. Bluebookda. Qarang nima qilamiz. Sonni o'zgargan bo'lishi mumkin. 2 ga ko'paytirib yuborsam nima bo'ladi? Xo'p, 6x taqsim 4 plus 4y barobar 30 bo'ladi. Endi mana shu ikkalasini qo'shib yuboraman. 11x taqsim 4 6y barobar 47 bo'ladi. Ya'ni bizda so'ralayotgan narsa kelib chiqib qoldi. Desmosga qo'ysangiz x bilan y qiymati nechiligi kelib chiqadi va yana qaytadan x y o'rniga qo'yishingiz kerak bo'ladi. Bu osonroq usuli. Bluebookda kim ishlagan bo'lsa 10-mi, 9-mi variantda bor edi. Xuddi aynan shunaqa savol. Endi qaysi variantga точно esimda yo'q, lekin bor. Hop, the function h defined nimadir. What's the value of h3? 3 qo'yib yubor degani. 14 ko'paytiramiz 2 darajasida minus 3 plus 7 ni hisobla. 14 taqsim 8 plus 7. 7 taqsim 4 plus 7. 35 taqsim 4. Oddiy calculation, ya'ni hisob-kitob. Yigirmanchi misol. Graph of line passes through the point. Mana bu nuqtadan o'tadi va mana bu nuqtadan ham o'tar ekan. Line across at point B. What's the value of B? Qarang, birinchi o'rinda tenglamani topib olaylik. Ya'ni mana bunisi x, mana bunisi y. Bizga general form of linear function, ya'ni to'g'ri chiziqda umumiy ko'rinishi kerak bo'ladi. X o'rniga 1 da, y o'rniga 8 qo'yamiz. Burisi ham xuddi shunaqa. Mana oddiy sistema. Hozir Desmosga qo'yib oling. O'ziga qulaydi, farqi. Minus qo'rsam. Tak. 8 barobar minus 6a. A teng minus 4 taqsim 3. Okey, bu yoqga qo'ysam 8 barobar minus 4 taqsim 3 plus b. Bu yoqqa o'tkazib yuborsam tak 24 28 taqsim 3 chiqadi, qisqasi b. Xo'p, endi bizda men bu yerdan yozaman. Misolimiz bo'lib qoldi, tenglamamiz mana bu ko'rinishda. Savol: x o'rniga 0 qo'ysang, y qiymati b chiqadi deyapti. 0 qo'yib hisoblaysiz, necha javob chiqsa o'sha bo'ladi. Bu yoqda bizning final javobimiz 28 taqsim 3 bo'ladi. Birinchi savol. Qanaqadir berilgan relationship linear between x bilan y orasida. Linear relationship dedim, hozirgi ishlatgan yana formula. Men bor-ku ax plus b. Qo'yib oling shuni o'rniga. Любой o'ziga yoqqan sonlarda. Ha, nolli narsa osonroq bo'ladi har doim. O'zim fikrim shunaqa. Xo'p, yana buni sistema qilamiz. Hisoblaysiz. A kelib chiqadi 6 degan narsa. B kelib chiqdi 31. Hop, kelib tepaga qo'yib yuborasiz.
Sizda hosil bo'ldi. Men bu yerdan yozaman. Y barobar 6x plus 31. Lekin bizga bu formatda kerak emas. Mana bu formatda kerak. X birinchi turishi kerak. Bu yoqqa o'tkazamiz. Hozir x bu tarafga o'tkazing. Minus 6x plus y barobar 31. Mana shu holatga kelgandan keyin qaraysiz. Birinchida turgan x oldidagi koeffitsient a, mana bu c. Bizga a taqsim b ni so'rayapti. Minus 6 taqsim 1. Javobim minus 6 ekan. Birinchi modulda oxirgi misolni ishlayapmiz. Bu ham takror juda ko'p tushadiganlardan. Xo'p. Savollarga keyin javob beramiz. Misollar tugataylik. Savollar yozaveringizlar. Javob beramiz. Xo'p, qarang. Men bunaqa turdagi misolni avvallab ishlaganda aytganman. Nima deganman? X o'rniga qo'yib yubor. Lekin men bu y dan boshlab, bir uzili narsadan boshla deganman-da. X o'rniga r qo'ysangiz, y ni hisoblab ko'ring. Ya'ni 5r plus 8y = 9. Bundan 8y topaman. Minus 5r plus 9. Y teng minus 5 taqsim 8r 9 taqsim 8. Mana shu javobda o'zi chiqib qoldi. Agar chiqmaganda bani tekshirib ko'rardingiz. Shunaqa. Xo'p, ana endi zo'r. 22 minutda 22 ta savol ishlab o'tamiz. Birinchi seksionda bu yaxshi natija. Vaqtga yetkazmaslik uchun ikkinchi seksionga o'taveramiz. Savol-javoblarni oxirida qilamiz, xudo xolasa. Tak, ikkinchi modul birinchi savolni boshladik. Julia 8 feet of fencing 60% surrounded vegetable garden. Nimagadir ishlatibdi? Vegetable gardenga qancha ishlatgan? Endi 860% ni top deyapti-da. 0.480. O'sha ikkinchi modul boshlandi. İkinci modul, ikinci savolga o'tamiz. Population double, qarang, kalit so'z. Double значит 2 marta, 2 times degan. Every 25 yilda. Manimcha yil, ya'ni 100 yil orasida 1760-yilda shuncha bo'lgan, 1660 da qancha bo'lgan boshida. Ya'ni nima deb yozamiz? Formula qilib yozadigan bo'lsak, mana bu initial value, bu yoqda double degan uchun 2, tepada har 25 yilda deyapti-ku, t taqsim 25 yozamiz. Hamma informatsiya bor bizda. 208 ming bo'lgan. Qancha yil boshida bilmayman. Yil necha yil o'tdi? 100 yil o'tdi oradan. Topsangiz javobi ana chiqadi. Uchinchi savol. What is the mean? Mean degani average plus o'rtachasi. O'rta arifmetik, sredniy arifmetik hammasini qo'shib bo'lib olasiz soniga. 5 taga bo'lib olsangiz javobi chiqadi 11. Kalkulyator ham shart emas, menimcha bu misolga osonroq. 4-savol. H00, ya'ni x o'rniga 0 qo'ysang, y ham 0 chiqadi deb berib qo'yibdi. Qo'yib ko'ramiz. 0 qo'ysam 0. Okey, bu chiqib ketdi. Okey, bu ham chiqib ketdi. 11 qo'ysang 5. 11 qo'ysang bu chiqib ketdi.
11 qo'shsang 5. Mana bo'ldi, boshqa yo'l yo'q, tekshirish kerak. Savollarga qaytamiz. Qaysi savolga o'tib ketgan bo'lsak, bo'lsa qaytamiz. Hozir savolingizni yozib qo'ying. Ikkinchi modul, ikkinchi savol. Birinchi modul, 10-savol deb turib. Xo'p. 5-si rectangular garden, length of x and width y ga teng. Hasan put total length 44 feet deyapti. Total length degani perimetr haqida gap ketyapti-da. Perimetrning formulasi qanaqa edi? Esingizda bo'lsa, P barobar A plus B edi. Hozir 1 minut pauza qilib shuni telefonga javob bera olishim kerak ekan. 1 minut. O'chirmaymiz, pauza qilamiz. Hop, davom etamiz. Ming bor uzr. Telefon qoldi. Tak. Bizda 44 berilgan. Bular bo'lsa x bilan y ekan. Hech narsani topish shart emas ekan, formulani topish kerak ekan. Formula shuni o'zi bo'ladi. Hop, davom etamiz. Menimcha ovozim eshitilyapti degan umiddaman. Ovozim eshitilyapti degan umiddaman. Chunki menda sal internet o'ynab qoldi. Eshitmayotgan bo'lsa yozib yuborasiz. Xo'p, 6-savol. How many solution? Nechta yechimga ega? Bu yoqqa o'tkazib yuboramiz. 14x barobar 39. Uzr, 38. Bo'lib olsam x nechadan chiqadi? Exactly one solution. Necha demayapti? Nechta bor deb so'rayapti. 7-savol. Mana bitta point berilgan. Which of the following could be value of x? Qaysi biri bo'lishi mumkin deyapti. Tekshirib ko'ramiz mana. X o'rniga x, y o'rniga 54. 54 katta 17 dan. Endi buni tekshirish shart emas, bu konkret to'g'ri. Keyingisiga qo'yib tekshiramiz. 54 kichik ekan, bunda 21. 4x bu yoqqa o'tkazib yuborsam, tak minus 33 mi? Bo'lib yuborsam minus 8,25. Minus 8 dan kichkina son bu minus 9 bo'ladi. Bo'lishi mumkin. Keyingisi 8-si linear function profit company profit $190. Qachonki sales 4 times deyapti.
Ya'ni 4 items ekan, uzr. X'ing 4 bo'lganda Y'ing 190 bo'ladi. Bu birinchi point. 10 ta sotsang 670 bo'ladi. Botda menimcha xatoliklar ketib qolgan. Botda bilasiz, avvaldan men kiritmayman botda javoblarni. Boshqa IT bo'yicha shug'ullangan bolamiz bor. O'sha shug'ullanadi. Xato ketgan joylari bo'lishi mumkin. Botni men to'g'rilattiraman. Javoblaringizni meniki bilan tekshirsangiz bo'ladi hozircha. O'zgarish bo'lsa aytaman. Xatolar bor. Men o'zim ham ko'rdim. 2 ta 3 ta savolda xato ko'rdim. Ham bolalar kiritishgan. Xo'p, tak, qo'yib ko'ramiz. X o'rniga 4 qani Y 190 chiqarmikan, yo'qmi? Qaysi javob chiqsa shu bo'ladi. Agar ikkitada bo'lsa X o'rniga 10 qo'yib ko'rasiz. Menimcha adashmasam javob C bo'lishi kerak. Ha, D xatoliklari bor. Aytayman-ku. Bolalar xato qilishgan. Quloqdan tortib qo'yamiz darsdan keyin. Xo'p, 9-savol. Quadratic equation no real solution. Desmosga qo'ysangiz chiqadi o'zi. Diskriminant 0 dan kichkina bo'lishi kerak. Diskriminant 0 dan kichkina faqat bitta. O'ninchi savol. Kalit so'z, ko'zim izlayapti. Y-intercept X o'rniga 0 qo'y degan. Qo'yib yuboraman. Bo'ldi. 16 ni kubi. 4096 ga teng ekan. Birinchi savol. 1976-yilda approximately 1000 ta bo'lgan Minnesotada number of Walrus Minnesota 2008-yil 190% ga greater than 76-yilda. Qarang, 190% ga greater than dedi-yu. Значит 290% deganda bu. How many years Walrus Minnesota 2008-yilda qancha bo'lgan? Mana 290% degani oddiy songa o'tkazsa 209. Ko'paytirasiz 1000 ga. 100 ga bo'lib qoldi. 1000 ga ko'paytirsam javobim 2900. Menimcha 11 da ham xato kiritib qo'yishgan bolalar. 19000 deb qo'ygan. Hadi B bo'ladi. Ikkinchi savol. Carnival receives $10 adult ticket. Adult ticket degani yosh kattalar uchun ticket. $5 child ticket. Admission ticket. Yosh bolalar uchun. Total mamuncha pul rasxod qilibdi. 220 ta adults ekan. Ya'ni $10 dan to'lagan nechta odamga? 220 taga plus $5 dan to'lagan nechta odamga? Nechta odamni bilmaymiz. Qancha? 4100 ta. X topsangiz javobim chiqishi kerak 380 ta. Tak. 12 bo'ldi. 13-savolga o'tamiz. Nima kalit so'z possible value of y. Qarang, desmosga qo'ying bo'ldi buni. Kalkulyatorga tirs bitta desmosga yozing, keltirib chiqaradi. Boshqa yo'li yo'q, tez yo'l. Analitik qo'llab o'rniga qo'yib, bir-biridan ayirib, vashya qiynalib ketasiz. Vaqt ko'p ketadi. Desmos kalkulyatorga bitta yozib olsangiz, keltirib chiqaradi. 14-savol. Nimadir bergan. So gives partial length, nimadir length ekan, circumference, radius mamunga teng. According to the function increase of 18. Increase mana kalit so'z belgilayapman. Radiusini
circumference increased by k. P ga oshar ekan. What's the value of k deyapti. 18 ga oshsa-da, mana buni 18 ga oshirsangiz nima bo'ladi? Ya'ni 2 taqsim 5 ko'paytiraman 2pi ko'paytiraman 18 bo'ladi-da, qanchaga oshadi? Mana hisoblasangiz, tak 72 taqsim 5 pi bo'ladi. K'imiz mana bunga teng, 72 taqsim 5. Tak, bular nimadir kiritishibdi? 14 taqsim 72 taqsim 5 ham bo'laveradi. Bo'laversangiz 14 butun 4. Xo'p, keyingisi 15-savolga keldik. If function berilgan increased by p foiz bo'ldi, mana stop. Mana shu joydan qarayapman. P foizga oshdi. Every increase of by 6. 6 bo'lsa-da, mana yaxshi ko'rinmagan. Men yozib qo'yaman. 1.4 x taqsim 3 da x o'rniga 6 qo'yib yubor deyapti. 6 qo'ysangiz nima bo'ladi? 1.4 darajasi kvadrat bo'ladi. Qanchaga oshdi? 25 ko'paytiramiz 1.96. Ya'ni 0.96 ga oshdi. Bu foizda 96% bo'ladi. Mana 100 dan yashingiz kerak. On 16-savol. Funksiya berilgan 53 pi ni qo'ysang x o'rniga y p chiqadi deb qo'yibdi. Shu yozuvda yozamiz. P barobar 56 53 p plus 110. Endi mana shu narsani p ni topishimiz kerak. Kvadratga ko'taramiz. P kvadrat 53 p 110. Bu yoqqa o'tkazib diskriminant qo'yarsangiz javob chiqadi 55 chiqar ekan. Xohlasangiz desmosga qo'yib yuboring bundan keyin. Faqat p emas x deb qo'ying. On 17-savol. What's the value of? Bu уже desmosda savoli-da. Kalkulyatorda savoli. Analitik yo'lda qilaman desangiz ham 121 x kvadrat minus 100 plus 110 x bu yoqqa qo'shishingiz kerak 25 bu tarafga ham 25 qo'shasiz. Nimaga aynan 25 qo'shdim? O'shanda mana uchalasi to'la kvadrat bo'ladi. Ya'ni 11x plus 5 ning kvadrati bo'ladi. Bu tarafda 81. Qisqasi javobim chiqadi. Plus minus 9. Endi 0 dan katta degan uchun 9 degan javobni oldim. Agar to'la kvadrat qo'shish sizga yoqmayotgan bo'lsa, ajratib olish desmosga qo'yib yuboring, undan chiqish kerak. To'la kvadratga ajratib olishda sal fikrlashingiz kerak-da. Desmosda faqat desmosga ko'chirsangiz bo'ladi. Sizning o'rningizga fikrlar ishlab beradi. 18-savol. Birinchi gap kerak emas, o'qimayman. Every 5 week degan narsani ko'zimiz izlayapti. Biz 58% greater than. Bo'ldi, qarang. Mana shu joyda to'xtaymiz. Men tepaga yozaman. Bu degani 258% bo'ldi. Yoki 2.58 bo'ldi desangiz bo'ladi. Mana bunda bor. Ketdi o'sha bu javoblar. A bilan C. Endi har 5 yilda deyapti. Har 5 yilda bo'lsa t taqsim 5 bo'ladi. Mana. Bu 5 taqsim t bo'lib ketibdi. Har 5 yilda, har 10 yilda desa mahrajga yozasiz. 5 yil, 1 yilda 5 marta desa 5 t bo'ladi. Ko'paytiruv bo'ladi. O'shanda ham t va mahrajda bo'lmaydi.
5 ta bo'ladi. O'n to'qqizinchisi value of increased by 178% ga 2012-yilda 13-yilga 2012dagini endi bilmayman u x deylik 178% ga oshirsa 278 bo'ladi. Oddiy songa o'tkazdim. Then decreased by 21% ga. Ya'ni 0.79 ga ko'paytiramiz. 100 dan ayirdim. What is the net percentage increase the value of after base? 2012 bilan 14 ni solishtirdi. Qani mana shuni hisoblaymiz. Tak. Kalkulyatorda ochaman. Kırk 78 ko'paytiramiz 0.79. 2.119 chiqyapti-da. Bu nima degani? Nimaga yozaman? Mana holat chiqadi. Qanchaga oshdi? Net percentage degani orasida farqi, ya'ni 1.119.62 yoki foiz yozadigan bo'lsak 119.62%. Naskолько больше, naskолько меньше degandaqa xuddi orasidagi difference farqini yozasiz. Yigirmanchi savol. Hop. N bilan k number greater than 1 dan katta sonlar. Okay, buni tushundik. Endi men bu equivalent debdi. Teng, ya'ni to'g'rilab yozaman. 5 taqsim 4 teng 2 taqsim 3 ga. What's the value of A? Aning qiymatini toping. Hop. Biza birinchi mana shu narsa k ga teng ekan. Ya'ni n k plus 1 barobar k. Qarang, bu tarafda k ni birinchi darajasi turibdi-ku. O'shaning uchun biza birinchi darajasini hosil qilishga harakat qilaylik. Mana, o'ylashga hojat yo'q. Men bu darajani teskarisiga oshirasiz. O'shanda bu tarafda k ni birinchisi, bu tarafda n 15 taqsim 8 bo'ladi. Endi mana shu narsani tenglashtirsak bo'ladi. N 2a plus 1 barobar n 15 taqsim 8. Asoslar bir xil qisqardi. A ni topib qo'ysam, bu yerdan 7 taqsim 16 degan javob kelib chiqar ekan. Navbatdagi savol. Savollar tugatib qoldi. Shuni bitta tugatib olaylik, keyin qaysi savolni tushunmagan bo'lsangiz qaytamiz, xudo xolasa. Bu sal kichikroq. Men o'zim yozmagan joylarni, ko'rinmagan joylarni aytib turaman. AB is less than length of AC 11 ta ekan. Mana bu ya'ni 17 ga teng bo'ladi. AC 28 va 11 ta kam bo'lsa 17 bo'ladi. D is not shown lies AC, BD perpendicular to AC. Mana bu D nuqta perpendicular. What is the value of BC bo'lingan BD? Xo'p.
Yaxshi. Men bu tomonni bilmayman. A deylik. Pifagordan topa olaman. 28 ni kvadrati 17 ni kvadrati plus a ning kvadrati. Xo'p. Kalkulyatorga murojaat qilamiz. Ayiramiz 289. Qisqasi chiqadi bizada 495 ildiz chiqadi. Men hashni bilmayman. Noma'lum-ku. Tak, yuzalardan ko'ramiz. 17 ko'paytiraman a ga bo'lamiz 2 barobar h ko'paytiraman 28 bo'laman 2. 2 lar qisqarib ketdi. H kelib chiqdi bizada 17 ildiz osti 495 taqsim 28. Savol bizdan nimani so'ragan? BC ya'ni H taqsim B'dan 17 taqsim 28 chiqar ekan. Yuzalarni tenglashtirdik. O'xshashlikdan ketsak ham bo'laveradi. Farqi yo'q. Sizga qaysi usul qulay bo'lsa. BC taqsim B yo'q, men xato qildim. Naborot bo'ladi. Teskarisi bo'lardi. BC ham bizada mana bu-ku. Ildiz 495-ku. B'da ham H-ga teng-ku. Yigirma 28 taqsim 17 bo'lar ekan. Ha, javobni qarang qanaqa kiritasiz. 28 kasr 17. O'zi 5 ta sig'adi. Farqi yo'q, o'xshashlikdan ham ketsangiz bo'laveradi. O'ziga qulay. Kimga qaysi usul qulay bo'lsa. Oxirgi savolni ko'ramiz. Area rectangular 280 square feet per hour. Ya'ni nima qilib qo'ydik? 280 square feet per hour degani soatga. Shuni nimaga o'tayapti? Square meter per minutga. Minutga o'tdi. 1 metr mana bunchaga teng. 1 metr kvadratchi. Metr kvadrat 328 kvadrat feetga teng. Bu ham kvadrat. Endi feet kvadrat nimaga teng? 1 taqsim 328 kvadrati metr kvadrat barobar feet kvadratiga. Mana shuni qo'yib yuboramiz. Ya'ni 280 1 taqsim 328 kvadrati va buni bo'lamiz 1 soat 60 minutga teng. 1 soat o'rniga 60 minut yozamiz. Hisoblasangiz javob 0.43 chiqishi kerak. Qarang, o'zim vergul yozib ketibman, nuqta qilib yozish kerak. Xo'p, savollar tugadi. Endi bir boshdan qaytamiz. Aytgandek javoblari bu yerda ham xato kiritilgan bo'lishi mumkin. O'shanga qarab ketamiz. Xo'p, bir boshidan minus 1 minus 17 da 2 noldan deb olsak bo'lar ekan. Bo'ladi. Ustol 4 5 8 9 10 пойти последний 2-3 kunda so'yishlar so'ysangiz negizdan juda takir примерно xudo xohlasa 700 chiqadi. Agar 730 dan baland chiqqan bo'lsa yaxshi bo'ladi xudo xohlasa. Siz mana shu jadvaldagilarga ko'ra Yangi O'zbekiston universiteti haqiqatan ham SAT Maths'dan 500 dan 760 gacha qabul qiladimi? 100% grant shunda Maths qismidan 760 bo'lishi kerakmi? Yaqinda 800 bo'lishi kerak deb eshitgandim, shunga so'radim.
Hop, Gulnoz Ergasheva, bu informatsiya o'tgan yilgi informatsiya. O'tgan yil shu paytgacha shunaqa bo'lgan. 760 yoki undan baland olsangiz, matematika qismidan 100% beradi. 100% grant emas. Matematika qismidan 100% beradi. Sizda уже grant olish imkoniyatingiz bor. U fond deyarli hammaga grant bergan. Bu yil o'sha narsani 800 qilib qo'ydi. Faqatgina 800 olganga matematikasidan 100% ballni olding deb tushuncha qo'ydi. 790 olsangiz 95% shunaqa. Shunaqa qilib proporsiya qilib chiqdi. Kalkulyator ham bor, saytida ko'rsangiz bo'ladi. Bu kanalda o'tirgan barcha darslarning jamlanma linklari bormi? Bor bo'lsa yana tashlab qo'ya olasizmi? Yo'q, bu kanaldagi o'tirgan darslardagi hammasi yo'q. Mana shu gruppada bor, kirib ko'rsangiz bo'ladi. Gruppada bilmayman nechta? 74 ta video bor ekan. 105 ta fayl. 74 ta videoniki bor ekan. Bir 4 tasini anaqa savol-javob desangiz ham 70 ta darsli videosi bor. Xo'p, o'zgargan. Essetma institutiga kirishga ham yordam beradimi? Yo'q, faqat bakalavrga. Ikkini boshqatdan tushuntiring. Tez o'tib ketdingiz. Menimcha siz ikkinchi section haqida gapiryapsiz. Ikkinchi section ikkinchi savoli. Ga qaytamiz. Hop, hozir ekranda yoqaman. Mana. Men bu savol haqida ketyapti. Double degan uchun 2 dedim. Shuning uchun men bu qo'shida 2 oldim. Har 25 yilda degan uchun men har 25 yozdim. Orasidagi farq necha yil o'tgan? 100 yil o'tgan. Men bu oxirgi yilda necha bo'lgan? 208 ming bo'lgan. Boshida qancha bo'lgan? Bitta anomani oddiy chiziqli tenglama. Mana topsangiz bo'ldi. Shu Desmosda ham ko'rsating. Desmos oddiy kalkulyator, shuni yozish kerak bo'ldi. Muammosi yo'q. Kalkulyator yozib ko'ring. Google'dan turibdi-ku. Birinchi moduldan 11-savol. Hop, 11-savolimiz geometriyaning savoli ekan. Mana. Hop, uchburchak yuzasiga oid. Bizda 10 sm berilgan, menimcha ko'rmay qolgansiz buni. Yuzasi berilgan 220. Uchburchak yuzasini topish formulasi qanaqa? Asosi ko'paytiramiz balandligi bo'lamiz 2 ga. 220 barobar 10h bo'lamiz 2. Model tenglama qilib h topib qo'ysangiz bo'ldi. Hop, keyingisi 18 ga oshmayapti bunda radius. Qaysi savol haqida gap ketyapti? Mana 14-savol haqida gapirayotgan ekanmiz. Hop, 18 ga oshgan, to'g'ri. Qarang-da. Mana. Nima qildim men? Radiusni o'rniga 0 ni qo'ydim. 0 qo'ysam 0 bo'ladi. 18 qo'ysam nima bo'ladi? Mana shu javob chiqadi. Endi 0 bilan 18 orasida farq qancha? 18 da. Yani javoblar orasida farq mana shunga teng bo'ladi-da. Yoki siz boshqacharoq qilsangiz bo'ladi. Qanaqa? Radius o'rniga 10 qo'ying, hisoblang, nechadir son chiqadi. Keyin radius o'rniga 28 qo'ying. Chunki 18 taga oshirishingiz kerak-da. Hisoblang, yana bitta javob chiqadi. Keyin ikkita javoblar bir-biridan ayring, baribir shu narsa kelib chiqadi. Osonroq yo'li 0 qo'yib ko'ring. Hozir siz 1 qo'ying, 1 19, farqi yo'q, bir xil bo'ladi. Hop, greater demayapti, nega 208 oldik? Savolni ko'rmadim. Oshsa yuza kvadratga o'zgaradi. Qancha deb so'rayapti. Men shunaqa tushundim. Yuza emas bu yoqda. Circumference degani bu uzunligi, perimetri. Men formulasini ham berib qo'ygan.
100 emas bu yoqda. Adashdingiz. Hop, ikkinchi bo'lim 14-savolda adashib ketdi. Yo'q, bu haqida javob berdim. Box plotni tushuntirib bering. Box plotni tushuntirilgan videosi bor-ku. Mana yana hozir bir minutda tushuntirib olaman. Mana qiyin tema emas. Qiyin emas tema bo'lgani uchun tushuntiryapman. Yana diskriminatsiya bo'lmasin. Bolalar savoliga javob bermasa, ular savoliga javob beryapsiz deb. Tak. Mana box plot degan narsa mana bunaqa narsa. Mana bu yoqda o'zi son o'qi ketadi. Son o'qi. Pastida sonlar ketadi. Misol uchun 0, 1, 2 itakdagi sonlar ketyapti. Mana bu nuqta minimum nuqta. Bu nuqta maksimum nuqta. Mana bu nuqta lower quartile, mana bunisi upper quartile. Endi men bu yerdan bitta chiziq o'tkazaman. Bu o'rtadan bo'lishi ham mumkin, chaproqdan bo'lishi ham mumkin, o'ngroqdan bo'lishi ham mumkin, farqi yo'q. Baribir shu medianni bildiradi. Box plot mana shu. Boshqa narsa kerak emas. Shu grafikni o'zligicha yodlab oling, o'zini holicha. Oxirgi tushib qoldi. Tak. İkinci bo'lim 17-savol deyishdi. Tak. Mana ikkinchi bo'lim 17-savol. Qarang, Desmosga qo'ying, kalkulyatorga kvadrat tengdan x ni qiymatlarini keltirib chiqaradi-da. Keyin bu yoqqa qo'yib hisoblab olasiz. Men ikkinchi usulni o'rgatdim. Bu usul sizga qiyin bo'ladigan bo'lsa, Desmosga qo'ying, bo'ldi, yetadi shu. Hozir chat yozib olmayaptimi, tashlab qo'ying, qayta ko'rib chiqardik. Albatta, bizda har bitta dars yozib olinadi, xavotir olmang. O'zbekistonga kirish uchun SAT o'zi bo'ladimi faqat? IELTS ham kerak. IELTS adashmasam 5,5 edi. Ustoz Desmosni imtihon paytida ham ishlatib javoblarni chiqarsak bo'ladimi? Albatta bo'ladi. Programmani o'zida bo'ladi Desmos. Shunda 8 bilan 6 matematikadan yangi O'zbekiston uchun birinchi yilga 100% grantmi? Deyarli shunaqa desangiz bo'ladi. Deyarli shunaqa desangiz bo'ladi. 100% grant desa bo'ladi. Ustoz haqiqiy ekzamda ingliz tili qismini o'tkazib yuborsa bo'ladimi? Yo'q, bo'lmaydi. Kutishga majbursiz. Hattoki 10 minutlik tanaffus ham kutishga majbursiz. Ekzaminga shaxsiy kompyuter olib borish shartmi? Topshiradigan test sentringizga bog'liq. Toshkentdagi Yangi O'zbekiston, Stars hamda Narxo'da litsey bor. O'shalardan tashqari qolganlarga olib borishingiz kerak. To есть o'sha 3 taga men bilganimda O'zbekiston bo'yicha shularga kompyuter olib borish shart emas. O'zlarining kompyuteri bor. Qolgan barcha viloyatlardagi tak-tak olib borishingiz shart. Mesetimens qismi 800 plus IELTS bo'lsa qanday imkoniyatlar bo'ladi? Imtihonsiz talaba bo'ladimi? Yangi O'zbekiston universiteti IELTS 6 bo'lsa, Westminster universiteti imtihonsiz kontraktda endi. Yoki IELTS siz ham SAT o'zi bilan imtihonsiz talaba bo'lish mumkinmi? Hozircha yo'q. O'zbekistonda eshitmayman. Qarang, IELTS boshqa, SAT boshqa-da. IELTS bu sizda tilni bilish darajangizni bildiradi. SAT imtihoni bo'lsa, bu sizda universitetga tayyorligingizni baholab beradigan test tizimida. Chet elda ham xuddi shunaqada. Amerikaga topshirsangiz ham, misol uchun endi ko'pchilik biladigan Amerika IELTS topshirish shart, siz majbursiz. Endi IELTS deganda faqat noto'g'ri tushunib qolmaydi. IELTS yoniga IELTS yoki TOEFL kiradi. Yoki Duolingo kiradi. Yoki qanaqa o'zini yana bitta britanskiy yana IELTS bor. Boshqacharoq variant. Kanadaning ingliz tili sertifikati bor. Hop, TOEFLda aytdik. Ko'p unaqa turlari o'sha shart.
Plyus yoniga SAT kerak. SAT bu matematika va ingliz tilidan universitetga tayyorligingizni qiladi. IELTS bu faqat til bilish darajangizda bildiradigan imtihon. Lekin O'zbekistondagi, ya'ni demoqchi bo'lganim, IELTS albatta kerak O'zbekistonda yashashga. O'zbekistondagi chet el universitetlariga SAT ba'zi birlari so'raydi. Bo'lsa SAT deydi, imtihondan ozodsan, matematika imtihonidan ozodsan, kirib o'quv kontrakt to'lab deydi. Yo SAT bo'lmasa, ke o'zimiz imtihon topshirdik. Xo'p, bu guruh o'chirib tashlanmaydimi imtihon o'tgandan keyin ham? Bu guruh iyunda ochilgan. 8 oymi 7 oy bo'ldi, xudo xolasa o'chirib yuborilmaydi. Hozircha faoliyatini davom ettiradi. Boshqa savollar bo'lmasa, shu bilan darsimiz tugadi. Hammaga xayrli kech. Dars videosi har doimgidek gruppaga yuboriladi.